Meni suratga olmang. Treylerga start berildi. Yuguruvchi odam. Ben Richards, 35 yosh. Uylangan, bitta farzandi bor. Farzandi og'ir holatda. Zudlik bilan bizga shifokor uchun pul kerak. Ben, ehtiyot bo'l. Ish joyi yo'q, qora ro'yxatda turadi. Ammo unda bir yo'l bor. Bu mamlakatdagi eng mashhur shouda qatnashish. Omad, bu bizning eng birinchi chiqishimiz. Uni ozod qil. Xush kelibsiz yuguruvchi odam o'yiniga. Bu o'yindan hech kim qaytib kelmaydi. Shuning mening farzandim bor. Men o'zimni o'ldirmoqchi emasman. Men o'sha odamga o'sha niqobni 2 marta berganman. Sening ko'zingga ham shunday o'tni ko'ryapman. Shu sababli sen g'olib bo'lasan. Oydalar oddiy, 30 kun omon qol. Barcha odamlar seni o'lguncha ovlashadi. O'lmaslikka va'da beraman. Mana shunday bo'lsin. Bu Amerika la'nati va biz hech qanday bema'nilikka chiday olmaymiz. Tuting. Uni qani? Meni suratga olmang. Bu o'yin qalbaki bo'lsa-chi, hech o'ylab ko'rmadingmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Ey do'stim, bu safar tekin bo'ldi. Oyoqqa to'xta. Menda granata bor. Ola qol, o'zingga buyursin. Haliyam shu yerdaman. Ey iflos yuguruvchilar. Yuguruvchi odam. Voy katta yigitlar. Aqling joydami? Kinoteatrlarda 7 noyabrdan